Assalomu alaykum muslimalarim, xayrli kun. Bugun sizlarga og'izda eriydigan yumshoqqina pirojka retseptini ulashmoqchiman. Buning uchun bizga mayonez, dro'jji, yog', tuz, suv kerak bo'ladi. Men 200 gramm mayonezga 200 gramm suv soldim. Qaynoq suv solib aralashtirdim. Sangiz ko'p miqdorda qilmoqchi bo'lsangiz 400 gramm suvga 400 gramm mayonez solasiz. Xolodilnikda qolib ketgan mayonez ham bo'laveradi. 5 gramm dro'jji, 5 gramm tuz solib, sekin aralashtirib turamiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Sekin asta un solishni boshlaymiz. 600 gramm unni solib, elakdan o'tkazib sovib olamiz va yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamir qorib bo'lgach, yumshoqqina bo'lganda ustini paket bilan yopib qo'yamiz va tindirishga olib qo'yamiz. Xamirlarimizni mana shunday ko'rinishga keltirib olamiz. Ichiga xohlagan nachinkangizni solib, qovurib olamiz. O'rta olovda qovuramiz. Ustiga yog' qilib turamiz. Qovurayotganim hozir ololmadim. Mana pirojkalarimiz ham chiroyli pishib chiqdi. Mazasiga gap yo'q. Layklaringizni ayamang.